3. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan multimedia texnologiyalari va uni ta'lim jarayonida foydalanish haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Eng avvalo multimedia tushunchasiga ta'rif beraylik. Multimedia bu inglizcha so'z, ya'ni multi ko'p, media muhit degan ma'noni anglatib, ya'ni bu turli ko'rinishdagi axborotlardan, ya'ni matn, tasvir, ovoz, video, animatsiyadan iborat bo'lgan yaxlit bir ko'rinishga aytiladi. Multimedia texnologiyalari deyilganda esa bu multimediali mahsulot yaratish jarayonidagi texnik va dasturiy vositalarni tanlash va qo'llash jarayoniga aytiladi. Multimedia foydalanuvchiga fantastik dunyoni, ya'ni virtual olamni yaratishda juda ajoyib imkoniyatlarni yaratib beradi. Bunda foydalanuvchi chekkadagi sust kuzatuvchi rolni bajarmasdan, balki u yerda avj olayotgan hodisalarda faol ishtirok etadi. Shu bilan birga, muloqot foydalanuvchi uchun odatlangan tilda, birinchi navbatda tovushli va video obrazli tilda berilib boriladi. Multimedia texnologiyalari hozirgi zamonimizning eng avj olgan, kerakli bo'lgan bir tushunchasi hisoblanadi. Ya'ni multimedia faqatgina fanda yoki ma'lum bir kasbda emas, balki butun bir informatika sohasida, butun bir texnologiya sohasida keng qo'llanilib keladi. Endi uning biz ta'lim jarayonida qo'llanishiga alohida to'xtalib o'tishimiz lozim. Multimediali o'qitish eng avvalo ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Ya'ni masalan, multimediada elektron o'qitish o'qituvchi va o'quvchi uchun kuchli, qulay va samarali vosita hisoblanadi. Multimedia o'quv jarayonida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Natijada o'qitishning an'anaviy usullaridan tashqari boshqa usullar ham mavjudligi namoyon bo'ladi. An'anaviy passiv o'qitish usullaridan iborat model aktiv o'qitish modeli bilan almashtiriladi. Ba'zi hollarda o'qituvchilar yo'naltiruvchi vazifasini bajarishi kerak bo'lmoqda. Bunday o'qish va o'rganish jarayoni asosini o'qituvchi o'rniga o'quvchi tashkil etadi. Elektron o'qitish jarayonining kuchli sifati bo'lib, o'qituvchilar an'anaviy o'qitish usullarini o'rnini bosadi demay, balki boyitilgan ko'rinish deb atadilar. Maktablarda multimedia o'quvchilar tomonidan ham foydalanadigan ko'rinishlardan bular interaktiv jurnallar, axborotnomalar, shaxsiy multimedia ilovalarni yaratish va boshqalar kiradi. Multimedia texnologiyaga asoslangan ta'lim ahamiyatli darajada texnik va dasturiy infrastrukturaga tayanadi. Multimedia va kompyuter qurilmalari xizmat qiladi. Shuning uchun multimediali elektron resurslar yaratishda hisobga olinish zarur bo'lgan tamoyillardan biri bu o'quv materialini taqsimlay olish tamoyili hisoblanadi. Multimediada elektron resurs ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ikkinchi muhim tamoyil o'quv materialining interaktivligidadir. Interaktiv vositalar axborotni taqdim qilishning turli xil vositalari, tekst, statik va dinamik grafiklar, video va audio zapislarni bir butun majmuaga birlashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa ta'lim oluvchini o'quv jarayonida faol ishtirokchiga aylanishiga yo'l beradi. Modomiki axborotlarni taqdim qilish ta'lim oluvchining harakatiga bog'liq javob sifatida yuz beradi. Multimediadan foydalanish axborotni o'zlashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini va maksimal darajada